Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli dehqonlar, aziz obunachilar. 2026-yil 7-iyun Qashqadaryo viloyatiga tashrif buyurdingizlar. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumaniga. Azizlar, ko'rib turgan mana shu 3 gektarlik dala maydonimizda Italiya davlatini Sais kompaniyasini tarvuz ekilgan azizlar. İnşallah bugun mana shu kompaniyani tarvuz urug'ini natijalarini birgalikda siz aziz obunachilar bilan ko'rib chiqamiz. Videomiz boshida ushbu tarvuz haqida va o'sha kompaniya haqida qisqacha ma'lumot. Sais kompaniyasi bu 1941-yil Italiyada Sezana shahrida tashkil topgan Yevropani o'sha eng ilg'or urug'chilik kompaniyalaridan bo'lib, Au Producer va Crimson Sweet'ni takomillashtirilgan yangi navi hisoblanadi. Mana shu nav palaylari mana shunday holatda. Inshaalloh video davomida ko'rasizlar. Kasalliklarga chidamliligi, fuzarioz kasalligi va un shudring kasalliklarga chidamli, shakar darajasi yuqori, Brix ham 12-14 plyusni tashkil qiladi. Po'stloqlari biroz qalinroq bo'ladi azizlar. Uzoq masofalarga tashishga yaroqlilik, to'llari ham mana shunday blistashik, yaltiroq bo'ladi. Ta'mlari, mazalari ham inshaalloh juda ham shirin. Video davomida so'yib ham xudo xolasa e'tiborlarga havola qilamiz. Mana shu joylarga dehqonimiz tomonidan bu yil 2-yil ekilishi azizlar. Inshaalloh barchalarimizga mana shu tarvuz yoqadi deb umid qilaman. Bodir aka, assalomu alaykum. Hormay. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Rahmat, charchamayman. Dehqonchiligiga baraka aka. Rahmat aka, umringizga baraka. Bu yil 2-yil bu tarvuz ekishingizga. Shunday, 2-yil ekdik. O'tgan yil ekkamiz, natija yaxshi bo'lgan. Shuning uchun bu yil sal ko'proq ekib ko'rdik. Dehqonlar ham ko'p bizda bundan shu yil ekkan. O'zim bilganim 30-40 gektar ekilgan. Sho'rek yo'llarda. Shu urug' ma'qul bo'lgani uchun ekilyapti-da. Misol uchun o'tgan yil ekib ko'rdik. Hosilni oldik. Yaxshi, yomon emas. Bu joylar respublikamizda, ayniqsa Qashqadaryo viloyati Ko'kdala, hozir endi alohida Ko'kdala tumani bo'lib ajralib chiqqan. Ko'kdala tumanining yuzi hisoblanadi. Bu yerda yaxshi narsa ekmasangiz, bu yerga mana kecha guvohi bo'ldim. Respublikaning har joydan o'sha xaridorlar kelar ekanda. Qashqadaryo, Qozog'iston, Rossiya, Qirg'iziston, Vodiyni ko'p ko'rdim, Tojikistonni ko'p ko'rdim. Bu shaharga o'xshab shunaqa g'ovjin bo'lib ketar ekan bu oylarda. Gastansalardan joy topolmadik-ku. Shuni hisobiga men o'ylayman, bu yerda yaxshi narsa, sifatli narsa agar yetkazib bermasangiz, bozordan qolib ketasiz. Chunki bu yerda ekilish ko'p, raqobat kuchli deb bilaman. Va yana dehqonlar bu yerda ko'rib turgan obunachilarimizdan baho beradi inshaalloh. Xo'p, nima taraflari bu ma'qul keldi bu tarvuz aka sizga? Bizga endi ma'qul kelgan taraflari o'tgan yili eksportga juda ham yaxshi yuborildi-da. Bizdan olib ketganlar ham keyin qaytib kelib rahmat aytib ketishdi. Juda ham zo'r, uzoq masofaga, misol uchun Novosibir jo'natishganda, Novosibirga jo'natishganda o'sha bolalar biz ham yaxshi foyda ko'rdik. Rahmat deb ketishdi-da. Ichki bozorga ham yaxshi. Endi uzoq masofaga po'stlog'i sal qalinroq, o'zi borguncha tinib, juda ham chiroyli holatda boradi-da. Ezilmaydi. Skitga chiqmaydi. Shu taraflari yaxshi bo'lsa kerak endi. Uni olib ketayotgan xaridorlar maqtashyapti. Bizga ma'qul tarafi hosil yaxshi. O'tgan yili 65-70 tonnadan gektaridan olinganda, 1 gektaridan 3 ta fora chiqqanda. Shu taraflari dehqonlarga ham yaxshi.
xaridor yaxshi olyapti-da. Talab ko'proq-da. Dolbidan keyin mana shu tarvuzni dolbilar tugaydi, keyin bular chiqishni boshlaydi-da. Men kecha bir ma'lumotlarni dehqonlardan, shu yerdagilardan bir surishtirib o'rgandim. Teplisa holatida yopilgan polyalarimizda aprelda 20larda, 15larda tarvuz chiqar ekan bu yerda. Shunday. Duga qilib 2 qavat duga qilingan shu dalalarimizda, polyalarimizda uje mayda 13-15larda chiqar ekan tarvuzlar. 15dan boshlab sotildi shu bo'ylar. Demak, 1 oydan beri bu yerda bozor qaynayapti. Shunday. 1 oy, 1,5 oydan beri bozor qaynayapti bu yerda. Barakasini bersin, omadinglarni bersin. Bu yerimiz ham o'sha 2 qavatlik, 1 qavat past. Yo'q. Bitta dugaga ekilganda, pastdagi mana bu salafan. Salafan duga. Duga. O'shada 22-mart ekilgan menimcha. Ko'chat holida. 3-4 quloq ko'chat bo'lganda. 1-2 kunda xudo xolasa inshaalloh pishib qolar ekan, terim bo'lar ekan. Xudo xolasa 3 kun 4 kunda boshlaymiz. Bir oralarini ko'rib, suhbatlashib ketaveramiz aka. Bo'ldi. Holatlari, mevalar yaxshi, hosil yaxshi aka. Yomon emas. Misol uchun mana palaklarning orasida ham hosil yaxshi bo'lib turibdi-da mana. Chiroyli bo'lib turibdi mana. Tonlari ham chiroyli-da, toni. Misol uchun. Toni ham bozorda gapiradimi? Albatta. Mana bu tarvuzimizni qarang. Hali 1-2 kunligi bor. Yaxshi holatda turibdi. Mana shunday o'zi qarasangiz ham ko'p bosmaylik aka, ozgina yuraylik, sal anaqa bo'lib qolsin. Ochiq joylarini bosib endi arani ichidan yuraylik-da, ko'rib qo'yamiz. Palaklari ham yaxshi, misol uchun quyoshdan himoya qilishga. Endi bizda juda ham kunlar isib ketyapti. Tarvuzlarni qarang aka. Bu ham ko'rsatadi farqi hammasi. Yaxshi himoya qilib turadi mana. Ranglari chiroyli bo'lib, qop-qora bo'lib turibdi. Bu tarvuzimiz ham. Mana bu yerda ham qarang, hosil yaxshi, yomon emas. Bir joyda men qarang aka. Nechta bu? Bitta, mana 2ta, mana 3ta, mana 4ta, mana pastda yana solib kelyapti 5ta. Hosillari yaxshi. Eng asosiysi Bahodirjon aka, mana shu tarvuz bizga berayotganda o'sha italyan ustozlarimiz aytgan tarvuzga tushadigan o'sha fuzaroz kasalligi va un shudring kasalligi bor-da. Men sizni mana shu anaqangizda dalizda un shudringni ko'rmayapman. Qarang, barglari oldi oqarib qoladi-ku. O'sha kasallarga chidamlilik deb bergan. Har qayerda o'sha narsa nimani ko'rdim. Lekin bunga biz u ertachi tarvuzlarga qarashganchalik qarashmaymiz-da. Misol uchun ularga ertachi chiqish kerak, ko'p narsalar beramiz. Bular o'z holatida bo'ladi-da. Misol uchun dorini ko'p yemaydi bu. Suspenziyani umuman yemaganman shu polya. U taraflar to'liq suspenziyada qilamiz-da ertachini. Suspenziya qilmasak kechroq chiqib qolishi mumkin-da. Buni ham agar bittadan hosilni qo'yib o'sha qimmat urug'larga qaraganda qarab tarvuz chiqaraman desak, bu 13-14 kilodan aylanadi-da, sredniy vesga. Endi demoqchi bo'lganim, qarashganmiz-ku, lekin unchalik mehr berib faqat shu uchun qarashilmagan-da. Bu ikkinchi bo'lib qolib ketaverganda, chunki ortiqcha joyimiz bor-da, ekkanmiz. O'tgan yil yaxshi bo'lgani uchun unday ko'p dorini ham talab qilmaydi, o'zi yaxshi kattaradi. Palaklari baquvvat. Shuning uchun bizga ma'qul kelganda bu hisobiga bu tarvuzlar shirin chiqaradi-da, aka. Shirasi o'shaning uchun shirin, zo'r. Unga ertagilarga qaraganda, ertagilarga qaraganda yaxshi chiqadi. Mana bu yerlarni qarasangiz shunday tarvuz ko'rinadi. O'zi tarvuz yetilib pishishni boshlagandan keyin tarvuz o'zi ko'rinib qolaveradi. Barglar sal tashlaydi-da baribir ham. Ertachi endi meva solgan payti, lekin zo'r, barglar vobshe zo'r bo'ladi. Qalin bo'ladi-da. Yirikliklari ham yaxshi. Misol uchun hozir shu holati ham
10 kilo aylanib qoladi aka. 9,5-10 kilo aylanadi. O'zi eng yaxshi razmerlar necha kiloli razmerlar sizlarga sotish uchun? 10 da 10. 10 9 dan 10. 8 dan tepasi o'zi yaxshi. 8 dan tepasi yaxshi. Endi hozirgi kunda iyunning 7-si bo'lsa, bundan buyog'iga faqat shu 10 da 9-10. Undan pastiga klientlar sal ikkilanib qoladi-da. Mayda chiqib ketyapti deb qolishadi. Bu o'sha talabga javob beradimi? Talabga javob beradi. O'sha kilo chiqadimi? Ha, chiqadi, xudo xolasa. Endi yaxshi niyat qilib turibmiz. Chiqadi, o'zi tarvuz ham ko'rinib turibdi. O'zi obunachilar bu video ko'rayotgan dehqonlarimiz bittada biladi. Mana o'zi ko'rinadi-ku. O'zi siz kecha ham ko'rdik, ko'p yurdik. Biz ko'pchilik xaridorlar sizni bilar ekan, yo'l-yo'lakay ham tarvuz qachon pishadi, tarvuz qachon pishadi deb so'rab yotishdi. Men o'zim guvoh bo'ldim. Xaridorlaringiz ko'p ekan. O'tgan yili olgan bolalar so'rayapti hozir ham. O'tgan yili 3 gektarga bir kunda 8 ta fora qo'yib olishgan edi. Hamma joyga jo'natishgan Tojikistonlik yigitlar edi. Hozir ham shular telefon qilib so'rab turibdi-da. 5 ta olaman. Yana bitta asosiy ma'lumotni aytamiz. Bu tarvuz 500 grammlik bonkada bo'ladi, aka. 500 grammlik. Ertaga keladigan tarvuzlar bular 1000 ta donali upakovka bo'ladi. Ulardan men nazarimda gektar hisobiga 10 barobar arzon tushadi bu. Shunday. Urug'i arzon-da. Urug'i arzon urug', qimmat urug' emas. O'sha ertaga keladigan tarvuzlardan ko'ra azlar bir bonkasi 1 gektarga yetaveradi, aka buni. 1,5 gektarga. 1,5 gektarga yetadi. 1,5 gektar. Unda 10 barobardan ham arzon tushar ekan oshiq. Qo'rqmanglar azlar, unaqa qimmat urug' emas. Arzon 500 grammlik bonkada hozirgi kunda O'zbekistonda yagona nav aka ushbu kompaniyadan Sais Cementi kompaniyasi, bu Italiyani Au Producer va Crimson Sweet'ni yanada takomillashtirilgan yangi navi. Ikkala nav birlashtirilganda. Bunaqa nav boshqa kompaniyalarda hozircha yo'q. Hozircha yo'q, ha. O'zi bonkasining orqasiga qarasangiz ham yozib qo'ygan. Yana ham takomillashtirilgan yangi nav. Boya aytganimdek, shirinlik darajasi yuqori, shirin Brix darajasi 12-14 plus. Zichligi ham yaxshi, po'stlog'i qalinroq biroz. Va o'sha asosiy kasallar, tuproqdan keladigan kasalliklar va fuzarioz va un shudring kasalliklariga emlangan tarvuz. Chidamli. Inshaalloh. Yaxshi, yomon emas. Ozgina yuraylik, shu bilan yakunlab qo'yamiz aka. Shu nima desam bo'ladi? Umuman dori sepilmaydi-da bunga. Misol uchun o'rgimchikkan aka dori sepamiz biz boshqalarga. Keyin hosillarni yiriklashtirish uchun dori sepamiz. Bularda bunga sepishga vaqt ham bo'lmagan ekan. Inshaalloh. O'zi yomon emas, o'zi yiriklashib ketyapti. 2-3 kunda chiroyli tarvuz. Mayllari tarvuz yo'lga o'xshaydi aka, lekin orasida anaqasini tagida. Endi mana ko'rinib turgan tarvuzlar bo'lsa, ko'rinmay turganlar bunday palaklarning orasida turibdi-da, mana o'zi chiroyli o'rab olgan turibdi mana. Palaklarning orasida turibdi. Bu yerda ham bor, bu yerda ham bor. Endi bu tarafda ko'rinib turgan taraflarida 5 ta, 6 ta bir joylarda. Bu taraflar mana ko'rinib turgan. Anaqa joyni bosyapmiz azizlar. Ko'p. Mana shu tarvuz. Sal mashina ko'taring-da, va olinga odamning oldida qo'lida bu katta kichiligi ko'rinardi. Mana shu holatda shakllari aka, mana sal bu yoqqa cho'zing-da. Ha, mana shu holatda. Shakli uzunchoq emas, dumaloq emas, biroz cho'zinchoqlar mana shunaqa. Salgina. Shunday. Xuddi shunday azizlar. Uzunchoq ham emas, dumaloq ham emas. Shunaqa bir приятный. Yoqimli inshaalloh. Yaxshi. Bu tarvuz 2-3 yildan beri ekib ko'ryapmiz. Xudoga shukr, yaxshi, yomon emas. Hamma joylari почти bir xil bo'libdi. Alloh barakasini bersin. Hali o'zi endi pishish oldi yetiladi-da, tarvuzni hammasi ham. Pishishga
4-5 kun qolganda chiroyli yetilib qo'yadi-da. Mashitlarni ham Bular ham- qarang. Yetiladi. Men bularni o'zib tashlaganmiz u bittaga bitta qo'yish uchun. Bittaga ikkita, bittasiga bittadan palakka tarvuz qo'yganmiz-da. U ham bir marta uzib chiqamiz, keyin uzilmagan o'zi. Bunday Shunday ham ko'p ko'payib hosil ketgan. ushlab qolmaydi-da o'zi. Bitta ikkita ushlaydi-da, o'shani chiroyli katta qilib beradi-da. O'tgan yillari ham shunday bo'lgan. Mana bu yerlar ham yaxshi, yomon emas. Mana shu yerda ham bir xil 9-10 kilolik tarvuzlar turibdi mana. Akamizni mehnatiga bitta baho berib qo'yasizlar. Ko'p yurmaylik aka, ko'p kirmaylik bo'ladi, shuncha ko'rsatganimiz. Shunda hamma joyi bir xil, mana shu Hamma poliya bir xil ekan. bir boshidan kirsangiz oxirigacha shunday holatda turibdi, yomon emas. Barakasini bersin, zo'r Barakasini ekan. bersin. Aka, endi bir so'yib ko'ramiz-a? So'yib Azomlashlarga. ko'ramiz. Marhamat, ketdik. Xudo xohlasa so'yib ko'ramiz. Yaxshi chiqsa kerak, endi bu ham pishishni boshladi. Sal kichkina qilib qoladi-da. Bismillah. Bismillah. Ikkiga bo'lib olasiz. 3-4 kunligi bor-da, misol uchun. Biz hozir anaqasini so'yapmiz-ku. Inshaalloh mana tarazazlar. O'zi pishishni boshlabdi sekin-sekin. Mana. Yomon emas. Qani, yeb ko'ring-chi o'zingiz. Qoling-chi, bittaga. Bismillah. Yeb ko'rgan qanday aytsin. Mazasi xuddi shu yozda, chillada yeyilgan tarvuzlar mazasidan aka. Shunday. Shirin. Yaxshi sifatli narsa-da. Endi hozir buni o'zi egalari so'rab turishibdi, xudo xolasa. Bugun abitdan keyin ko'rmoqchi ular. O'sha Rossiya, Qozog'iston shu taraflarga chiqarishadi-da. Qani meningchi. Mana tarazazlar. Inshaalloh mana shu holatda. Bismillah.